Ko'p Excel foydalanuvchilari formulaga e'tibor berishadi-yu, lekin formula bilan foydalaniladigan ba'zi bir belgilarga e'tibor qaratishmaydi. Hozir biz formula bilan ishlatiladigan, ajoyib natija beradigan top 3 ta belgini ko'rib chiqamiz. Birinchi belgi nuqta belgisi. Aytaylik, bizga daromad va tannarx berilgan bo'lsin. Ayirmasi orqali foydani chiqaramiz. Agarda keragidan ortiq diapazonni belgilaydigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek 0 belgisi ko'rinib qoladi. Buni oldini olish uchun ustunga nuqta belgisini qo'yishimiz yetarli bo'ladi. Ikkinchi belgi apostrof, ya'ni tutuq belgisi. Agarda biz xodimning ID nomerini yozishimiz kerak bo'lsa, boshidagi 0 soni avtomat tarzda yo'q bo'ladi. Buni oldini olish uchun shunchaki apostrof belgisini qo'yishimiz yetarli bo'ladi. Agarda jamoa diapazonini ko'rsatmoqchi bo'lsak ham to'g'ridan to'g'ri yozsak, biz kutgandek natija bo'lmaydi. Buni to'g'rilash uchun ham shunchaki apostrof belgisini qo'yishimiz yetarli bo'ladi. Uchinchi belgi so'roq belgisi. Aytaylik, bizga kiyimlarning razmeri berilgan bo'lsin va aynan biz bitta belgidan iborat kiyim razmerlar sonini aniqlamoqchi bo'lsak, Shotiyesli formulasidan foydalanib diapazonni belgilaymiz va aynan bitta belgidan iborat belgilarni ko'rsatish uchun bir dona so'roq belgisini o'zi yetarli bo'ladi. Ikkita belgilarni aniqlash uchun esa ikkita so'roq belgisini qo'yishimiz zarur bo'ladi.